Assalomu alaykum. Bizda navbatdagi masala ikkinchi variant 19-savol. Magniy silitsit va magniy aralashmasi xlor kislota eritmasi bilan ta'sirlashganda geliga nisbatan zichligi 3.5 bo'lgan 10.8 litr gazlar aralashmasi hosil bo'ldi. Dastlabki aralashmadagi murakkab modda massasini toping deyilgan. Demak, bizda magniy silitsit va magniy aralashmasi ikkalasi ham xlor kislota bilan reaksiyaga kirishgan. Magniy xlorid va silan hosil bo'ladi. Bunisida magniy xlorid va vodorod hosil bo'ladi. Demak, birga bir nisbatda gaz ajralib chiqadi. Xo'p. Endi bularda ajralib chiqqan gazlarda o'rtacha molekulyar massasi geliyga nisbatan 3.5 ga teng ekan. 3.5 ko'paytiramiz 4 ga barobar 14. Demak, gazlar aralashmasining o'rtacha molekulyar massasi 14 ga teng. 10.8 ni 22.4 litrga bo'ladigan bo'lsak, litr taqsim molga barobar 0.45 mol bizda aralashma bor. Xo'p, 0.45 ko'paytiramiz 14 ga. 6.3 gram ekan. Demak, umumiy aralashmani massasi x plus y 0.45 mol. Xo'p, endi massasi esa bizda krem silanniki 32x plus 2y. Bu vodorodniki. Shunda 6.3 chiqish kerak ekan. Hammasini 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 2x plus 2y barobar 0.9. Xo'p, ayirib tashlaganimizda 30x barobar 5.4 ga teng bo'ladi. X barobar 5.4 bo'lingan 30 ga. X 0.18 ga teng. Ya'ni bizda murakkab moddamiz magniy silitsit edi. Uni miqdori 0.18 mol chiqdi. 0.18 ko'paytiramiz 76 ga barobar 13.68 gramni tashkil etar ekan.